Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Abu Sahiy avtovokzalidan mana yangilik uje qo'yildi. Spalniy avtobuslarimiz Astana, Karaganda, Pavlodarga ketayotgan avtobusimiz mana ichki sharoitlari, konditsioner, Wi-Fi, zaryad устройстволар, отдельный mestalar mana har borib kelganda charshaflar, to'shaklar, borishlar hamma yo'llari almashadi. Er xotinlar oilaviy ketadiganlar bo'lsa yoki kelmoqchi bo'lsa mana orqada sharoitimiz bor. Bemalol yotib, dam olib, bir kunda yetib boradi. Kimda kim shunday ishonchli avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerdagi bemalol telefon qilib joy bilan qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.